Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallohu alayhi vasallam Mekke'den Toif'ga çıkıp giderkenler xuddi shu orqamizda tog'larda yo'l bo'yida. Yo'lda peshin vaqti bo'ldi. Hazrati Bilal roziyallohu anhu odatga binoan azonni aytdilar. Tog' bo'lgani uchun sado bo'lib eshitilar ekanda endi. Tog'da narigi vodiy tomonda nandaroqda to'rtta yosh navqiron yigitlar qo'y boqishadi. Qo'y boqib cho'ponlik qilib turishadi ashpaytda. 20, 23, 24 yigitlar yigitlar. Qo'ylar boqishadi. Hali azonni eshitgandan so'ng haligilar bittasi azonni ustidan kulishni boshladi. Azonni ustidan kulishni boshladi. Allohu akbar deb masxara qilishni boshladi. Hazrat Bilal ashhadu an la ilaha illalloh desa, deb turib masxara qilib ashgapni qaytarishni boshladi. Bu sado bo'lib Rasululloh aytib keldi. Sahobalar jahllar chiqib ketdi. Payg'ambar alayhisalom to'rtta sahobani jo'natdi, bishon sahobani. Ali, Zubayr, Talha sahobalar akaydi. Durlab borib hali to'lovni qo'lni qayrab olib kelishdi. Rasululloh oldiga o'tirgizib qo'yishdi. Kiminglar shu yapti? Azon ustidan kuldinglar. Indamay o'tirishdi. Sahobalar, "Hey, senga aytyapmiz. Ayt." Indamay o'tirishdi. İşte Peygamber alayhisalom qo'yinglar. Sen turchi, Allohu akbar dedi. Allohu akbar dedi. Sen emas ekansan. Ovozdan taniyapman. Ikkinchisi sen, uchinchisi yo'q, to'rtinchisi aytuvdi, sen ekansan, yaqinroq kel dedi. Tugadi hali bola tugadi. Bu odam Ashbaytdagi 13 ming askari bor odam. Sallallohu alayhi vasallam Toifga chiqib ketganda 13 ming lashkar bor, juda katta lashkar. U paytda hali arablar unaqa lashkar ko'rishmaydi. 13 ming. Tugadi-yu, yoniga o'tirgizib indamadi. Qo'llarini boshiga qo'ydilar. Muborak qo'llarini boshiga qo'ydilar. Allohumma ihdi qalbahu. Alloh qalbini dinga hidoyat qil. Dinga, iymonga hidoyat qil. Sahobalar aytayapti. Rasululloh duosi tugab hali qo'lini olmasdan turib hali bir ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh dedi. Hali bolani boshida Rasululloh qo'l turar ekan, ovozing shirin ekan dedi. Bilal bunga azonni o'rgating dedi. Bilal bunga azonni o'rgating dedi. Bu o'sha Makkaning muazzini. Bilal Madinaning muazzini bo'ldi. Makkaga shu bola muazzin bo'ldi. Ismlari Abu Mahdura radhiyallohu anhu. Rasululloh o'zi ham qaytargizdi. Bu yerda Hazrati Bilal ham o'rgatdi. Makkada azon aytdi shu sahoba. Rasululloh Madinaga ketaverdi. 3 avlod, 300 yil avlodlar muazzin bo'lgan ekan. Bu odam o'lgan zot kunida sochi tizzasiga yetgan. Tizzani orqasiga yetganda, tizza baravar yetgan sochi. Nimaga olmagan? Rasulullohning muborak qo'llari tekkan. Men bu soch bilan qiyomat kuni tirilaman degan. Olmagan shu sochni. Ismlari Abu Mahzura. O'sha voqea orqamizda Toifda yo'lida bo'lgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.